O'lim guruhidan omon chiqdik. Chiqqanda ham birinchi o'rinda. Osiyo Kubogi U23 C guruhining 3-turi doirasida O'zbekiston va Janubiy Koreya kim peshqadam bo'lishini oydinlashtirib olishdi. Ko'pchilik bu turnir biz va bosh murabbiy Ravshan Haydarov uchun keyingi jiddiy musobaqalar oldidan sinov vazifasini bajarib beradi. Guruhda qolib ketishimiz ham mumkin degan taxminlarni o'rtaga tashlagan bir vaqtda biznikilar Koreyani 2-0 hisobida mag'lub etib, 7 ochko bilan guruh peshqadami bo'lishdi. 2 gol ham darvozaga sanchib qo'yildi. Gap yo'q. Bizga mag'lub bo'lgan Janubiy Koreyaliklar 4 ochko bilan 2-o'rinda keyingi bosqichga o'tishdi. Livan so'nggi turda kutilmaganda kuchli raqib Eronni yutib 3-o'rinni egallagan bo'lsa, oxirgi o'rinda so'nggi vaqtlarda omadi chopmayotgan eronliklar qoldi. Keyingi bosqichda D guruhining 2-o'rini egasini kutib turibmiz xullas. Bu jamoa Xitoy, Avstraliya, Iroq va hattoki oxirgi o'rindagi Tailand ham bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Turnirda qayergacha boramiz bu safar?